Agar aknedan dog'lar, poralaringiz kattalashgan va yuzingiz yog'li bo'lsa, men sizga idealni uhod tanlab berdim. Birinchidan makiyajni gidrofilni sherbet bilan yuvib olamiz, meniki Dr. Alteadan. Keyin esa men shunaqa pasta ishlataman, bu penka. Bu Koreyada trendga chiqib ketgan, chunki bu poralarni chuqur tozalab, o'lik hujayralarni eksfoliatsiya qiladi. Shu videoni montaj jarayonida bildimki, bu pasta makiyajni ham yuvib olar ekan, двухэтапное очищение sifatida ham ishlatsa bo'ladi. Keyingi bosqich bu Anuani PDRNlik toneri. PDRN ham Koreyada yangi trend, bu lososni DNKsi. Bu yaxshi namlantiruvchi modda, terni tinchlantirib, hujayra yangilashini tezlashtiradi. Keyin eng muhim bosqich bu 10% niacinamid. Bu sivritkada haqiqatdan 10% niacinamid va traneksamovoy kislota bor. Terni yog'lanishini kamaytiradi, poralarni vizual jihatdan toraytiradi va vaqt o'tishi bilan postakniga yordam beradi. Muhimi, niacinamidni hali ishlatmagan bo'lsangiz, lutchi 5%ligidan boshlang. Sivritkani esa haftasida 3 marta ishlatish tavsiya etiladi. Yuzingiz ta'sirchan bo'lsa 1-2 marta. Va oxirida hammasini Anuani PDRNli kremi bilan mustahkamlaymiz. U terni namlaydi va aktivlarni yanada samarali ishlashiga yordam beradi. Aytgancha, shu krem baza pod makiyaj sifatida idealni tush ekan. Barcha mahsulotlarni esa shu magazinda olsangiz bo'ladi. Ular mahsulotlarni to'g'ridan to'g'ri Olive Youngdan olib keladi. Всем пока!